laboratoriya ishimizda ustunliklardan DNK ajratish bo'ladi. Ya'ni ko'p yaxshi bilamiz, har bir organizmning o'sha genetik axborot manbai bu DNKda saqlangan bo'ladi. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda qulupnay, rezavor meva sifatida, spirt, osh tuzi, suyultirilgan sovun, albatta mana paketimiz kerak bo'ladi. Shu qulupnayni ichiga solib ezishimiz uchun. Xo'sh, dastlab mana bu o'lchagichimiz bor. 5 ml suyuq so'v solamiz bunga. Endi mana idishni solamiz hozir. Xo'sh, xuddi shuncha demak biz spirt solamiz bunga endi. Ham sovun yuvib solinadi mana. So'rla. 2-3 gram osh tuzi solamiz. Agar suvni ko'proq qo'shadigan bo'lsak, bundan bir 5 gram qo'shsak bo'ladi. Qulupnay va qulupnayda aynan mana shu qismini olib tashlashimiz kerakki, biz ezgan vaqtimizda bu xalat qilmaslik uchun. Qulupnay olsa ezamiz yaxshi. Chunki rezavor meva esa oson eziladi. Agar yaxshi ezganimizdan keyin shuni ichidan oq rangdagi etga o'xshash narsalar chiqsa, bu zarur. Laboratoriyada ko'zlangan maqsadimiz DNKni ajratib olgan bo'lamiz. O'sha tayoqcha bilan endi buni ichini ezib oldik, qulupnayni to'liq ezildi, mahsulotga keldi. Deyarli bironta bir oshig'adir bu narsasi yo'q, ichida to'liq mahsulot keldi. Buni ichini ochib ko'ramiz endi, qani shuni ichidan hozir epsilon shaklida narsa chiqadimi yoki yo'qmi? Agarda qulupnayni tajribada qo'llashimizdan maqsad rezavor meva tez eziladi va buni hujayralari shikastlangan holatdagi tezlashadiki, hujayraning ichidan DNKning chiqishi osonlashadi. O'shuning uchun aynan rezavor meva, ya'ni qulupnay qo'llaniladi tajribalarimizda. Talabalar to'lig'icha ezib oldik. Ana ezib olgan buni marli bilan stakanga filtrlaymiz buni. Mana filtrlab oldik marli bilan, mana stakanga hozir filtrlab o'tdi. Ana buni endi shu korbaga solamiz. Proberkaga solamiz, proberkaga. O'sha turda ustiga hozir bunga 5 ml 90% spirt solamiz. Mana filtratimiz spirt solganimizdan keyin o'rtadagi muallaq turgan iplar shakli ko'rinyapti-ku mana bu yerga. Ana shu biz aytayotgan DNK hisoblanadi. DNK ni ajratib olish mana shunaqa tajriba orqali amalga oshirilyapti. Mana o'rtada ko'rinyapti. Demak, shisha bilan shisha ilashyapti. Mana o'rtada ko'rinayotgan ana shu biz aytayotgan DNK iplari mana. Mana. Mikroskopda ko'ramiz. Mana. Bir mikroskopdan ko'ramiz hozir. Mana tayoqchaga ulashyapti mana. Mana DNK'lari mana. Aniq ko'rinib qoldi mana. Mana shu tariqa DNKni ajratib olish mumkin ekan. Ya'ni biz qulupnaydan DNK ajratdik mana hozir.